O'yinchoq apparatni yutqizguncha pul tiking. Qani? Bugun sizlar bilan mana shu trendga aylangan o'yinchoq apparat ichiga bitta sog' yutib olmagan uchun pul tiqamiz. Qanchadan qancha odamlar shu yerga kelib pullarni yutqizyapti. Ba'zidan o'yinchoq ham yutib ketyapti. Nima bo'lsa bo'ldi deb turib, shunday pullar tikib yordimda o'ynashni boshladi. Yo'q, mana apparatni qo'lini mustahkamroq qilish kerak, bo'lmasa umuman boshqa qo'lga alishtirish kerak. O'shaga narsasini qo'yib yuboryapti. Ketishda 1 milliondan ko'p pul yutkazib yuborsam kerak. O'zi sizlar shu yerdan birorta o'yinchoq yutib oldinglarmi? Kommentarga yozib ketinglar. Yo'q, lekin men ishonaman. Aniq nimadir yutib ketishim kerak. Va nihoyat menda birinchi priz. Men ati igrovga solgan pullarimni ko'rsatmayapman. Kommentariyaga o'sha necha pul soldim, shuni yozib ketinglar. Bo'ldi, endi jiddiy qarab o'ynaymiz o'rtoqlar. Aniq bilaman yutaman. Qanchalik qiyin bo'lmasin, baribir men o'yinchog'imni oldim. Yana bir qo'l o'ynab, yana bitta o'yinchoq yutib oldim. Shu videoda kim eng ko'p komment yozsa, shu ikkala o'yinchoqni o'sha insonga berib yuboraman. Agar andijonlik bo'lsa, hozir menga podpiska bosib qo'yinglar, yilda oxirigacha 100 mingta podpiska egasi bo'lishimiz kerak.